هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Al-A'raf tefsiri 189. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi El-A'raf suresinin 189. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. O sileni bir candan, yani Adem aleyhisselamdan yarattı. Adem aleyhisselamның onisi ülpet ilişi üçün xotununu, yani Havvani onun öz cinsinden yarattı. Xotunu bilen yıkınçılık kılgandan keyin xotunu yenikine qo'saq götürüp ağır boy yürüdü. O balının qo'saqda ösüp çoğuyuşu bilen ağırlaşkandan keyin xotun ikkaylan Rabbi Allahqa eğer bizge azaları becirim perzent ata kılsan nimetinge elbette şükür kılgıçıladım bolumuz dep dua kıldı. Allah ulağı becirim oğul perzent ata kılgan idi. Ulağının avladı Allah'a şirk keltirip butlağı çokundu. Allah ulağının şirk keltirgen ma'budlardan paktır. Barlık insanların Adem aleyhisselamның balları ikenlik doğrusuda. Allah Teala bu yerde özünün barlıq insanlarını Adem aleyhisselamның ve onun ayalı bolgan Havvanımı onundan yaratkanlıqıga. Allah Teala bu yerde özünün barlıq insanlarını Adem aleyhisselamdan ve onun ayalı bolgan Havvanımı onundan yaratkanlıqıga, insanların o ikisinden köpeygenligi işaret kılıdı. Allah Teala bu vakti mındaq deydi. Ey insanlar, silani biz hakikaten bir bir ayaldan, Adem bilen Havvadan ibaret bir ata, bir anadan yarattık. Öz ara tanışışınlar üçün silen nurgun millet ve uruk kıldık. Hakikaten en takvadar bolganlarınla Allah'ın dergahida en hürmetli hesabını siler. Yani kişilerinin birbirinden artık buluşu nesep bilen emas, takvadarlık bilen buludu. Ey insanlar, sizlerini bir insandan, yani Adem aleyhisselamdan yaratkan, şu insandan, yani öz cinsinden onun cüptini, yani Havvani yaratkan ve uladın, yani Adem bilen Havvadan nurgun ayallan yaratkan Rabbinladın korkunlar. O silahını bir candan, yani Adem aleyhisselamdan yarattı. Adem aleyhisselamның onisi ülpet ilişi üçün xotununu, yani Havvani onun öz cinsinden yarattı. Allah Teala erlerinin ayalla arqılıq könlünü hoş kılıp dostanlıq yetkizişi üçün ayallarını öz cinsinden yaratkanlığı hakkında mundaq dedi. Ayallar bilen onisi ülpet ilişinler üçün Allah'ın ulanı silenin öz tipinladın yaratkanlığı aranlarda, yani erhutun arasında mehr muhabbet ornatkanlığı Allah'ın kemalı kudretini körüstüdüğün alametlerdindir. Her kandak bir iki cinslik mahlukatlarının arlıqıda bir cüp ayalının arlıqıdaki dostluktan güçlük dostluk bolmaydı. Şuna Allah Teala bu vakti mındaq deydi. Sehirgerler özlerinin heli mikirleri bilen xotunun arlıqını ayrı etişi mümkün dedi.
xotini bilan yaqinchilik qilgandan keyin xotini yenikkini qo'rsoq ko'tarib eg'ir bo'y yurdi. Bu qo'rsoq ko'tarishning dastlabki vaqtlaridir. Ayol kishi bu vaqtda hech qanday og'riq tortmaydi. U faqat bir tomchi suv, ondan qo'yuq qon, ondan bir tishlam kelgidek go'sht holatidagi mezgildir. Eg'ir bo'y yurdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada uning qo'rsoq ko'targanligi oshkor bo'ldi dedi. İbn Jarir mundaq deydi. U ayol spermini qo'rsog'ida ko'tarib yurdi. Avfi ibn Abbas radiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U ayol spermini qo'rsog'ida ko'tarib yurganda o'zining qo'rsoq ko'targan yoki ko'tarmaganligidan shaklanib yurdi. U balaning qo'rsoqda o'sib cho'ngishi bilan eg'irlashgandan keyin, ya'ni u ayol qo'rsoq ko'targanlik sababi bilan eg'irlashdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Suddi mundaq deydi. Qo'rsoqdagi balasi cho'ngishga boshladi. Er-xotin ikkalan Robbi Allohga agar bizga a'zolari bejirim farzand ato qilsang, ne'matingga albatta shukr qilg'uvchilardan bo'lamiz deb duo qildi. Bu vaqtda Zahhak ibn Abbas radiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Er-xotin ikkilisi qo'rsoqdagi narsaning hayvon bo'lib qolishidan qo'rqib shundoq duo qildi. Shuningdek Abu Buxtari va Abu Malik u ikkisi qo'rsoqdagi narsaning inson bo'lmay qolishidan qo'rqib shundoq duo qilgan deydi. Hasan Basri mundaq deydi. Er-xotin ikkisi Robbiga agar bizga o'g'il bersang, ne'matingga albatta shukr qilg'uvchilardan bo'lamiz deb duo qildi. Allah ularga bejirim o'g'il farzand ato qilgan edi. Ularning avlodi Allohga shirik keltirib butlarga cho'qindi. Allah ularga shirik keltirgan ma'budlardan pokdir. Bu yerda İbn Jarir Hasan Basrining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taolaga shirik keltirib butlarga cho'qinish Odam alayhisalomda ko'rilmagan ish bo'lib, uningdan keyingi zamonlarda ba'zi bir millatlar ichida paydo bo'lgandir. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada Hasanning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taolaga shirik keltirib butga cho'qingan kishilar Yahudi va Xristianlardir. Allah Taala ularga farzand ato qilsa, ular farzandlarini Yahudi va Xristian qilib tarbiyalagandir. Bu mushu oyatga berilgan ma'nolari ichida eng yaxshi ma'nodir. Bu oyatning uslubidan qaraganda yuqorida duo qilgan er-xotin Odam alayhissalom bilan Havvo onamiz bo'lmasdan, balki Odam alayhissalomning avlodlaridan bo'lgan keyingi davrlardagi mushriklardan ekanligini ko'rib olishga bo'ladi. Bu oyatning oldidagi oyatlarda Alloh taolo Odamni va uningdan Havvoni yaratganligini bayon qilib kelib, oxirida duo qilib, duosi bo'yicha farzand ato qilingan er-xotinning Alloh taologa shirik keltirib, butlarga cho'qinganligini bayon qilish o'tishi Qur'on Karimning xoslikdan umumiylikka o'tib bayon qilish usulidir. Qur'onda bundaq usulda bayon qilingan oyatlar nihoyat ko'pdir. O'zlari yaratilgan hech narsani yaratolmaydigan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga shirik keltiramdi. O narsalar cho'qing'ichilarga yordam berolmaydi. O'zlariga mi yordam berolmaydi? Ularni to'g'ri yo'lga chaqirsanglar, ular sizlarga ergashmaydi. Mayli ularni da'vat qilinglar yoki jim turinglar, bu ular uchun baribir o'xshash. Ya'ni sizlar qaysi holatda bo'lmanglar, ular sizlarning da'vatinglarga javob qaytarishga qodir emasdir. Sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan butlar sizlarga o'xshash maxluqlardir. Ularni iloh degan da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ularga duo qilib beqinglar. Duoyinglarni ijobat qilib baqsin.
Ula yani butlarning mangadigan putlari bormi? Yoki tutadigan qo'llari bormi? Yoki ko'radigan ko'zlari bormi? Va yoki anglaydigan quloqlari bormi? Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, shirkinglarni, ya'ni butlaringlarni menga qarshi chaqiringlar. Ondan qo'linglardan kelishicha menga ziyonkashlik qilinglar. Ozroqmi muhlat bermanglar. Men Allohga yo'langanligim uchun sizlarga parvo qilmayman. Haqiqatan kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qilgan Alloh mening egamdir. U yaxshilarga igdorchilik qiladi. Sizlarning Allohni qo'yib ibodat qiladigan butlaringlar sizlarga yordam qila berolmaydi. O'zlariga yordam berolmaydi. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsanglar, ular hidoyat topmoq tugul da'vatingni anglamaydi. Ular sana qarab turgandek ko'rinsimi, lekin ular ko'rmaydi. Mushriklarning ilohlarining hech nimani yaratolmaydiganligi, hech qanday yordam berolmaydiganligi va hech narsaga ega emasligi to'g'risida. Alloh taolo bu yerda Alloh taologa qo'shib, Alloh taoloning o'xshashlari deb qaragan narsalarga va butlarga ibodat qilgan mushriklarni ayiblaydi. Ularning hammasi Alloh taoloning maxluqotlaridir va yasalgan narsalardandir. Ular hech qanday bir narsaga ega emas. Biror foydami ilib kelolmaydi va ziyonmi yetkazolmaydi. U ko'rolmaydi. Ham o'ziga ibodat qilguvchilarga biror ishda yordam berolmaydi. Chunki ular hech qanday harakat qila olmaydigan, anglay olmaydigan va ko'ra olmaydigan jonsiz narsalardir. U narsalarga ibodat qilguvchilar anglash, ko'rish va tutish jihatlaridagi iqtidori bilan o'zlari ibodat qilgan u narsalardan ortiqchiliklarga egidir. O'zlari yaratilgan hech narsani yaratolmaydigan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga shirik keltiramdi. Ya'ni bir narsani yaratolmaydigan narsalarni Alloh taologa shirik qilamsizlar. Bu oyatning ma'nosi tövendeki oyatning ma'nosiga o'xshashdir. Ey insonlar, ya'ni mushriklar jamiyasi. Bir misol keltirildi, uningga quloq solinglar. Shubhisizki sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlarning hammasi yig'ilgan taqdirdami bir chivinni yaratolmaydi. Aqliba odam qandoqmi mushundaq butlarni ma'bud qilib bilib ularga cho'qinadi? Chivin ularning badanidagi bir narsani, ya'ni butqa surkib qo'yilgan xushpuroq bir narsani ilib qochsa, uni chivindan tortib ola olmaydi. Butmu va uninga cho'qing'ichimi ojizdir. Ular arzimas butlarni Alloh shirik qilib bilib, Allohni tegishlik ravishda ulug'lashmadi. Shubhisizki Alloh haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Alloh taolo bu oyatlarda mushriklar cho'qingan barliq ilohlar bir yerga yig'ilsa-mu, bir chivinni yaratolmaydiganligidan, balki chivin u ilohlarning oldiga nazar o'rinda qo'yilgan narsalardan kichikgina bir narsani elib ketsa, u ilohlarning u narsani chivindan qaytirib elib ololmaydiganligidan xabar berib, ularning holi shunchalik bechora tursa, ulardan rizq, yordam talab qilish uchun ular qandoqmi ibodat qilishga loyiq bo'lsin dedi. O'zlari yaratilgan hech narsani yaratolmaydigan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga shirik keltiramdi. Ya'ni balki ular Ibrohim alayhissalom aytdi. O'zinglar o'yib yasagan butlarga cho'qinamsizlar deganidek kishilar tarafidan o'yib yasalgan butlardir. U narsalar cho'qing'ichilarga yordam berolmaydi, o'zlariga yordam berolmaydi. Ya'ni Alloh taolaning Ibrohim asta ularning butlarining yeniga berib masxir qilish yuzidan bu tomoqdan yemamsizlar, nemishqa gap qilmaysizlar dedi. Degan oyatlarda İbrahim aleyhisselamның butlarni
pachoqlab etganligi bayon qilingandek, bir kishi butlarga aziyat bermoqchi bo'lsa, u butlar o'zlarini qo'g'dab qala olmaydi. Muad ibn Amr ibn Jumuh ve Muad ibn Jabal radıyallahu anhumalamı İbrahim aleyhisselam'da kılgan. Bu ikisi Peygamber aleyhisselam Medine'ye kelgenden keyin iman etkan yaş yigitler idi. O ikisi keçide müşriklarning butlariga hücum qilatdi. Ular kavmlarining butlarining bu holiga qarab ibret ilip o'ylanib beqish uchun butlarni sundirib, parchalab, o'tin o'rinda qalash uchun tul ayollarga akilib berdi. Amr ibn aslida o'z qavmining boshlig'i bo'lib, uning kunda pokizlab, atir surib, ibodat qilib turadigan bir buti bor edi. U kechasi shu butning yoniga kelib, u butni baş tarafini pastga, oyoq tarafini osmonga qilib, uning nijosetlarini surib qo'yib ketadi. Keyin Amr ibn Jumuh kelib, o'zining bu but qilgan ishlariga qarab, ondan uni qayta yuyib, tarab, atirlarni surib, u butning qishiga birdan qilishni qo'yib, u butqa sen bu qilish bilan o'zingni qo'g'dag'in deb ketib qoladi. Ondan u hamrohi bilan kechisi kelib, bu butqa burun qilgan ishlarni qiladi. Ertasi Amr ibn Jumuh yolg'iz kelib, u butni qayta yuyib, tozalab, atir-sip qo'yadi. La havla va la quvvata illa billah. Bir qitim o ikkaylan bu butni bir o'lik itning yeniga elib kelib qo'ydi. Butni arg'amchiga bog'lab quduqqa tashlaydi. Ondan Amr ibn Jumuh kelib, o'zining bir xato dinda ekanligini tonib yetib, u butining holiga qarab mundaq she'r o'qidi. Allohning nomidan qilayki qasam, emassan hargizmu haqiqiy iloh. Turmayding it bilan cho'qim bir yerda, gar bo'lsang sen o'zing haqiqiy iloh. Ondan u islomga kirib, islomdagi nihoyat yaxshi musulmonlardan bo'lib qoldi va Uhud kuni shahid qilindi. Allah Teala onundan razı bo'lsin. Firdevs cennetini onun yatadigan yeri qilib bersin. Ularni to'g'ri yo'lga chaqirsanglar, ular sizlarga ergashmaydi. Mayli ularni da'vat qilinglar yoki jim turinglar, bu ular uchun baribir o'xshash. Ya'ni sizlar qaysi holatda bo'lmanglar, ular sizlarning da'vatinglarga javob qaytarishga qodir emasdir. Ya'ni o butlar to'g'ri yo'lga chaqirganlarning chaqiriqini anglayolmaydi. Ularni to'g'ri yo'lga chaqirganlik bilan chaqirmaganlikning farqi yo'qdir. Bu vaqtda İbrahim alayhisalom mundaq dedi: "Ey ata, nimishqa anglamaydigan, ko'rmaydigan va sana hech narsaga asqatmaydigan narsalarga cho'qinsizlar? Sizlar Allah'ını qo'yib ibodat qilgan butlar sizlarga o'xshash maxluqlardir. Ularni iloh degan da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ularga duo qilib beqinglar. Duoyinglarni ijobat qilib baqsin. Ular, ya'ni butlarning mangadigan putlari bormi, yoki tutadigan qo'llari bormi, yoki ko'radigan ko'zlari bormi va yoki anglaydigan quloqlari bormi? Ya'ni Alloh Taala bu oyatda u butlarning onunğa ibadet qilgan kishiga o'xshash maxluq ekanligini, balki insonlar u butlardan ortiq ekanligini bayon qildi. Chunki insonlar anglaya oladi, ko'ra oladi va tuta oladi. U butlar bo'lsa, u ishlardan bir nima qila olmaydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytganki, sheriklaringlarni, ya'ni butlaringlarni menga qarshi chaqiringlar. Ondan qo'linglardan kelishcha menga ziyonkashlik qilinglar. Azroqmi muhlat bermanglar. Men Allohga yo'langanlikim uchun sizlarga parvo qilmayman.
Haqiqatan kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qilgan Alloh mening egamdir. U yaxshilarga igdorchilik qiladi. Ya'ni Alloh taolo menga yetarlikdir. U menga yordam berguchidir. Men o'zimni topshiraman. Uningga esilaman. U mening dunyo oxiratdagi egamdir va mendan keyingi barliq kishilarning egasidir. Bu xuddi Hud alayhissalomning qavmi uningga biz faqat seni ba'zi ilohiylarimiz saron qilib qo'yibdi deymiz deganda Hud alayhissalom ularga men haqiqatan Allohni guvoh qilaman. Sizlarmi guvoh bo'linglarki, men sizlarning Allohni qo'yib shirik keltirgan butlaringlardan ado judaman. Hammanglar menga suiqasd qilinglar, menga muhlat bermanglar. Shubhisizki mening Robbim va sizlarning Robbinglar bo'lgan Allohga men tavakkul qildim. Allohning boshqarishida bo'lmagan bir maxluq yo'qdir. Robbim haqiqatan to'g'ri yo'ldadir. Ya'ni adil bo'lib, hech kishiga qilchi zulm qilmaydi degan so'ziga o'xshaydi. Bu yana Ibrohim alayhisalomning aytib beqinglarchu, sizlarning ibodat qilganinglar nima? Sizlarning eng qadimki ajdodlaringlarning ibodat qilgan nima? Ular, ya'ni butlar mening dushmanimdir. Faqat olamlarning Robbi mening Robbimdir. U meni yaratgan, u meni hidoyat qiladi degan so'ziga va Ibrohim alayhisalomning dadasi va qavmiga o'z vaqtida Ibrohim otasiga va qavmiga aytdi. Sizlar cho'qinayotgan butlardan men rostla ado judaman. Faqat meni yaratgan Alloh meni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ibrohim kalima tavhidni avlodidan shirik keltirganlar iymonga qaytsin deb avlodi ichida qoldirib ketdi. Va sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan butlar sizlarga o'xshash maxluqlardir. Ularni iloh degan da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ularga duo qilib beqinglar. Duoyinglarni ijobat qilib baqsin. Ular, ya'ni butlarning mangadigan putlari bormi, yoki tutadigan qo'llari bormi, yoki ko'radigan ko'zlari bormi, va yoki anglaydigan quloqlari bormi? Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, shiriklaringlarni, ya'ni butlaringlarni menga qarshi chaqiringlar. Ondan qo'linglardan kelishicha menga ziyonkashlik qilinglar. Azroqmi muhlat bermanglar. Men Allohga yo'langanlikim uchun sizlarga parvo qilmayman degan so'zigimga o'xshashdir. Bu oyat yuqorida o'tgan o'zlari yaratilgan, hech narsani yaratolmaydigan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga shirik keltiramdi degan oyatning mazmunini kuchlantirib kelgandir. Lekin bu oyat 3-shaxsga qartilgan. Yuqorqi oyat bo'lsa 2-shaxsga qartilgandir. Shunga Alloh taolo yuqorqi oyatning orqasidan mundaq dedi. U narsalar cho'qing'ichilarga yordam berolmaydi. O'zlariga yordam berolmaydi. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsanglar, ular hidoyat topmoq tugul da'vatini anglamaydi. Ular sana qarab turganda ko'rinsimi, lekin ular ko'rmaydi degan oyatning ma'nosi Alloh taolaning agar ularni chaqirsanglar, sizlarning chaqiriqinglarni anglamaydi. Anglagan taqdirdami sizlarga javob qaytara olmaydi degan oyatning ma'nosiga o'xshaydi. Alloh taolo ular sana qarab turganda ko'rinsimi, lekin ular ko'rmaydi degan oyatida ular sana qarab turgandek deb bayon qildi. Ya'ni butlar jonsiz narsalar bo'lsa-mu, sana sizilgan, o'yilgan ko'zlari bilan xuddi udilingda seni ko'rib turayotgandek turdi. Shuni ularga aqli bor narsalarga muomala qilganingdek muomala qilinib, u insonlar uchun ishlatiladigan kishilik almashni ular uchun ishlatdi. Chunki butlar insonlarning shaklida yasalgan, shunga butlar xuddi san qarab turgandek bilindi. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida
Sura Al-A'raf tafsiridan 198 oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.